Bugun men WordPressda sayt taxladim. Buning uchun birinchi bo'lib domen olamiz. Ism familiyamni yozib oxiriga raqam qo'ysam, shunda bizga besplatniy varianti chiqib keladi. Shuning uchun Ernazar Vasyevich 12 qilib yozdim va bizga chiqqan variantdan ketma-ketlik asosida videoda ko'rsatilgan. Xuddi shu tarzda o'tib ketsak, tekin versiyasini olamiz. Saytimizni olganimizdan so'ng biz uni sozlamalarga kirib, unga nom beramiz, qisqacha tavsif va o'zimiz logo yaratamiz. Biz shu universitetimizni tanlab oldik va uni qisqartmasi. Endi esa logoni biz Canva'da tayyorlab oldik. O'zi Canva'da ko'p qulayliklar bor. Unda prezentatsiya, veb-sayt, boshqa narsalarni ham yaratsak bo'ladi. Andozalarni o'zimiz ham turlicha tanlab olsak bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek, bu yerda ikki xil variantda logolar bor. Birinchi turi premium, ikkinchi turi bo'lsa free varianti. Biz albatta tekin variantdan foydalanamiz. Bizga mosroq universitetga mana shu logo bo'ldi va uni o'zimizga moslab, tahrirlab olamiz. Xohlasak o'zimiz ham logo tayyorlashimiz mumkin. Bu hammani o'z xohishi. Biz tayyor logoni tahrirladik. Mana ko'rib turishimiz mumkin. Yozuvlarni ham turlicha qilish mumkin. Endi buni yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan so'ng bu yerda faylni biriktirish qilib, faylni yuklab olamiz. Mana saytimizga logomiz ham yuklandi. Mana yana bu yerda saytimizni boshqa narsalarni ham sozlab olyapmiz. Vaqtlari, haftani qanday ko'rinishlari, ekranda qor yog'ib turishi va boshqa narsalar. Sozlamalarni saqlab olganimizdan keyin endi saytimizga sahifalar qo'shishni boshlaymiz. Bu chap tomonda turibdi. Ruschada stranitsada, o'zbekchaga aylantirsak sahifalar bo'limi chiqadi. Biz 6 ta sahifa qo'shganmiz. Mana hozir YouTube ga joylagan videoyimiz uchun alohida sahifa qo'shyapmiz. Oldingi mustaqil ishda joylagan videoyimizni linkini olib saytimizga joylaymiz. Buning uchun YouTube'da akkauntimizga kirib olib, o'sha videoni topib va uni linkini nusxalab olib, o'sha saytimizga kelamiz. Yaratayotgan sahifamizga YouTube'dan olingan link bo'lgani uchun bu sahifamizni YouTube deb nomlab, o'sha linkni joylaymiz va saqlanishni bosamiz. Mana ko'rib turibmizki, sahifalar bo'limida paydo bo'ldi. Endi mana ko'rib turibmizki, hosil bo'lgan saytimiz har bir naqasiga kirsak, kiriladi. Redaktirovni bossak, tahrirlanadi aynan o'sha sahifa, qaysi sahifada turgan bo'lsak. Keyin saytni tahrirlasak ham bo'ladi. Alohida bu yoqdan boya qo'shgan sahifalarimizni chaqirib olsak ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yoqda har bir sahifamiz ko'rindi. Va saytimiz tayyor. Har bir yaratgan sahifamiz ishlayapti. Bunga slayd yuklaganmiz, oldin ishlagan. O'sha ham link orqali qo'yilgandi, Canva'dan olib, bu ham tayyor. Va hammaga rahmat. Bugungi videoyimiz shundan iborat edi.